Endi Zarif aka haqida so'z ochdingiz. Men Zarif aka bilan nimaga o'xshataman? Zarif aka masalan Surxondaryoda maqom san'atini jonlantirgan bir yo'lboshchi sifatida ko'ra olaman-da. To'g'ri. Misol uchun Surxondaryoda maqom ansambli tuzildi degan gap tarqalganda ko'pchilik, haqiqatni aytaman, hozir ko'pchilik aytgandiki, tezda tarqab ketadi. Nari borsa 1 yil ishlaydi, endi qaror bo'yicha qilindi, lekin tarqab ketadi. Deyishdi, ishonchsizlik bilan qaralganlarini bilaman. Kerak bo'lsa mutaxassislar ham aytganlarini eshitganman-da. Yo'q, mana aslini olganda tarqab ketish kerak edi. Lekin boshqacha vaziyat ketdiki, yuksalib boryapti. Endi bugun xalqaro maydonga chiqdi. Tojikistonga borib master klass o'tib kelishyapti. Shunday. Zoom orqali master klass darslarini o'tib berishyapti. Respublikada o'rniga ega bo'ldi. Biz baxshimiz, do'mbiramiz bo'lsa bo'ldi qo'limizda. Bizni qo'limizga tarelka berib, katta ashulalarni aytirish xatolik deydiganlar bugun bu fikrini o'zgartirdi menimcha-da, o'zgartirish kerak, chunki bu o'zgarishlarni ko'rib turibdi-ku ular ham, to'g'rimi Zarif Akmal aka? To'g'ri. Endi hozir men siz fikringizga to'liq qo'shilaman. Chunki mana shu maqom ochilgandan keyin men 1 yildan keyin o'sha maqomga ishga kelganman. O'shandan to hozirgi kungacha mana shu rahbarimiz Zarifjon Mahmadaliyevning mehnati juda katta.